Xotin telefon qilsalar, mana Tailandda, dengiz bo'yida, plyaj bo'yida, kechki Tailand. Qalay bolalar, yaxshimi? Oybekjon, masaj qirasizmi? Azaga qanaqa masaj? Nima deganingiz bu? O'z majburlab olib keldiz-ku. Jon aka, men masajga kirmaganman, umrimda kirmayman. Nima deganingiz? Bo'ling, kutib qolishdi. Xotin. Azaga, men masajga umuman kirmaganman. O'zingiz olib keldiz-ku. Bo'ling endi. Jon aka, hech nima tushunmas ekansiz-a? Xotin Tailandda qolaman shekilliga. Atrofim to'la tulki. Qaynanammi? Qaysi biri ekan qizim o'yi? Bu uyimizni qayerdan topdik-ki? Ish qilib ko'rib qolmasin. Voy, kuyovimmi? Mushuga o'tsa palaka to'lardi, g'irt palaka to'ldi. Hay, kuyov. Bu kelyapti-yu. Ko'rmay kirib ketdimi? Oybek, tinchlikmi? Babu kelyapti. Eshikni qulflang. Qanaqa babu? Katta babu. Kuyovni tushunmadim. Voy, Oybek, oyimlar-ku. Yo'q, babu deb o'ylabman. Bo'ji ekan-u. Oyi, yaxshi keldingizmi? Yaxshiyam keldi, sog'inib ketdim. Eringni qilig'ini qara, meni ko'rib ko'rmaganga oldi-ya. Oyi, kuyovingiz hech ham unaqa emas. Sizni rostdan ko'rmay qolganlar. Voy, qara-ya, qizim bechora arenda yuribdi deb Iskandar Buildingni mezbon loyihasida 2 xonali uy sovg'a qilmoqchi edim. Ana